Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Hozir Instagramga bitta post qo'yishga qaror qildim. Sababi biz Nanaydamiz. Ham bo'shaydilar. Ustoz shaydilar. Boshliq shaydilar. Xudo xolisi maza qilyapmiz. Bugun 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni. Ozgina bo'lsa ham vatanni himoya qilib qo'yganmiz. Shuning uchun hozir mana shashliklar pishiryapmiz. Mana qadrdonlar qaranglar. Haqida qanotlar pishyapti. Mana Alisherjon o'zi eplayapti. Obrazda. Mana bu tomonda qiymalar. Sog' salomat bo'linglar. Kelaveringlar mana shashliklarni yelib pishiraman mana uni. Hozir mana bunday qilamiz. Tog'larni ham olib qo'yamiz endi. Tog'lar, qorlar. Nimaga? Salomat bo'linglar. Omon, bitta like, bitta komment. Nimadir yozib ketinglar endi. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Hozir Instagramga bitta post qo'yishga qaror qildim. Sababi biz Nanaydamiz. Ham bo'shaydilar. Ustoz shaydilar. Boshliq shaydilar. Xudo xolisi maza qilyapmiz. Bugun 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni. Ozgina bo'lsa ham vatanni himoya qilib qo'yganmiz. Shuning uchun hozir mana shashliklar pishiryapmiz. Mana qadrdonlar qaranglar. Haqida qanotlar pishyapti. Mana Alisherjon o'zi eplayapti. Obrazda. Mana bu tomonda qiymalar. Sog' salomat bo'linglar. Kelaveringlar mana shashliklarni yelib pishiraman mana uni. Hozir mana bunday qilamiz. Tog'larni ham olib qo'yamiz endi. Tog'lar, qorlar. Nimaga? Salomat bo'linglar. Omon, bitta like, bitta komment.